алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүн 1-сентябрь туугандар. Жалал Абад областы, Базаркоргон району, Базаркоргон мал базарында туугандар. Бүгүн ушул жерде алынган сатылган баларды сурап билип беребиз туугандар. Канчага соода болуп атат экен мотор? 52ге бербеди? Бербейди. Кичине кошту. Aka qancha olsa beresiz? 3 ga berasizmi? 52 mingga sotmadi, 3 ga bo'lsa berem deydi tug'anlar. Aka bir. 7-8 oylik torpoq-a? Aka. 53 ming so'm bo'lsa berem deydi. Sar torpoq qancha ekan aka? 50 deb. 50 ta otasa? 50 ta otat biroq kami bor. Nega tug'anlar hozir birinchi torpoqdan boshlaylik bu yoqdan. Anan sekin cho'nglarga o'tamiz tug'anlar. Çekeden surab bilip beremiz hazır. 45 erkek torpoq-a? Erkek torpoq 45 kami var deydi. Şunaqa aylan o'tayli anam narjag'an o'tayli. O yerda biri satıldı az barakaz üçün suraylıç. Qanchaga ketdi, ne oldu? Aka torpoqlarni qanchadan oldingiz? 52 mingga 3 o'ni. Ekoni. Ha bu ekon 52 mingga. Urg'aç torpoqlar. Tak, urg'aç torpoqlar 52 ming so'mga o'shil ekon oldi tug'anlar. O'shanda 26 ming so'mdan mal qoladi. Naki. Aka sizga tartib qo'yaymi? Yo'q, YouTube'ga. Tak, nerede daha soda bolup attır tug'anlar hozir. Bundan tartamaz qo'shib. Qancha soda oldu aka torpoq? 19 berdi. 19 berdi-sa? Urg'aç torpoq bu? Mendan oldim. Aka 19 ming so'mga suryapti. Bu oldu aka, torpoq tortdi. 19 ming so'mga suryapti shu torpoq. Nay aylanamiz endi bir chekada. Sekin cho'g'ay o'tgan ham yog'nash. Bu torpoqlar qanchadan oldin aka bilmaysizmi? Bu torpoqlar seniki emasmi? Qanchadan oldilar? Sen bilmaysinmi? Mayli, nay o'tayligim, sekin aylanib. Hozir bir chekada suraylik. Soda bo'layotgan yerdan tartib boshlaydi endi hozir. Aka shu tunajni sotib tur 56 ming so'mga. Okey. 56 ming so'mga sotib. Okey. Soda ақша санаватқан жерінен 56 мing so'm. So'ygan u bu ne qilgan aka? Baqqan? Tetap direkt tap chiqatam. Bag'ib so'yasiz aka? Aka baqqan ekan. Sen o'zingizlar semiz o'xshaytib aka? O'rta aytavara. 56 ming so'mga sotildi. Hozir daha bir chekadan surab sekin o'tib ketaverasiz. Uydu qanchaga sotmadingiz aka? 66 ming. 66 ga sotmadingiz ha? 66, 68 gacha so'rayapti. Ha, suryapti da. 68 ga cheyin suryapti. Bo'z ekan tug'anlar. 68 ga cheyin so'radi, sotmadim deydi. O'zi dag'i semiz ekan. Bo'z dag'i ekan. Bo'z bo'lsa dag'i kechqiraq ekan biroq. Apar so'yiraversa-da bo'ldi, sen jelni bilmaydi. Sekin surab o'taveramiz bir chekadan. Mana aylanib degandan so'mlar joyga kelib qolib tug'anlar. Hozir sutuvar uylarni daha bir chekadan surab bilamiz. Sal uy qancha oldi akalar? Ha, Qancha oldi? 90 90 mingga suryapti, sotmadi deyotasizmi? devatam. Qanchaga surashdi bozor? 75 ga. 75 ming so'mga surapti aka, balasi men ekan. 75 ming so'mga suradi, sotmadim deydi. 90 ming so'm kemi bor deydi. Balası urg'aç ekan, ha? Balası urg'aç ekan tug'anlar. 75 ga sotmadik deydi. Tak, tegirenemiz. Bu yerda qaysi sotildi akalar? Sotilgan yo'q, ha? Tegireni hozir tug'anlar, o shaqa cho'ng bolar joqqa da o'tamiz hozir. Surab chekadan. Tағы сода болған жерден баштайды ұқсайыз берден азыр. Aka, menda soda oldi da, shu yerdan boshlaymiz. Olban. Tartma taxir.
Qancha oldi aka soda? Boshqa mı? Bul emasmi? Ha. Soda shu bo'ldi ekan desam bul emas ekan. Assalomu alaykum. Do'stim aytdi. İşlerim bo'ldi. Aka qanday yaxshimi? Qancha soda oldu do'stim? Qancha so'radi bozor shu yana bola? 83,5 mingga so'radi u. 83,5 mingga oldinglar o'zinglar. Aka 83 ming so'mga olishdir tuğanlar. Hozir aylantirib, tegerendirib ko'rsatib qo'ydik. Qanchani tuğan mol ekan tuğan do'stim? Ekin tuğan mol. 83 mingga oldinglar. 83,5 mingga oldinglar. Ekin tuğan mol ekan, sütü dağı var ekan, savitcha dağı bo'ladi ekan. Xudo xolasa yazga chiqsa bolasi o'zi 83,5 bo'lsa kerak. Uni erkak ekan bolasi. Avurg'achi ekan. Aka tuğanlar. Bozordagi ralni bolalardan aka. Hozir o'sha yoqqa o'tamiz tuğanlar. Cho'ng buqalarni chekidan tatib ko'rsataman. Aka tuğanlar, nerlarda savdo bo'lgan jeri yo'q ekan. Hozir sekin o'sha yoqqa o'tayinimchi. Suvaylarda tartib turib ana buqalarga o'tamayman. Suvay uylarda tartib turib amnam yerda suda bo'ldi hozir. Sonani qilaverdilar ekan. Qancha so'rayapti? 115 ga so'rayapsiz meni bolani. Sizlar tatqiq sonani qilaverdilar ekanlar. 115 ming so'mga shu yana bola soda bo'luvdi tuğanlar hozir. Bolasi buqa ekan. Tak. Uy bir. Üçüncü bolasi o'xshaydi aka. Üçüncü bolasi ekan tuğanlar. Uy dağı yaxshi ekan. Tusi dağı yaxshi ekan. Pichimi dağı yaxshi ekan. Özünü yaxshi olib жүргөн ekan. Uchi buna bu turpog'in baqsa dağı o'zi dağı semiz ekan. 115 ming so'mga hozir shularda soda bo'luvdi hozir. Yaxshi. Toza jaylon mol ekan. Endi sekin soylar жаққа o'tamiz. Qaysinisi soda oldu, qanchaga akalar sotilgan? Soylar shu qatorda da. Bular soylar emasmi? O şağını o'taylan da. O şağından tatib boshlaymiz. Mana onlar soy uylarning qatorina keldim hozir. Yerda so'rab bila olmaytam hozir bosinchi. Baylan o'yla turadi. Bir adam görmeydi. Nerede biri satılgan o'xshaydi, meni jejini almashtirib atadi. Aka qanchaga sotildi? 65. 65 ming so'mga sotildi aka. Shul mol 65 ming so'mga sotildi tuğanlar. Aka siz qanchaga oldingiz? 66 ga oldingiz ha? Aka shu molni narxinisi 65 ming bo'ldi tuğanlar. Ana hozir ko'rsatdim. Bunisi 65 ming so'mga olib turibdi buni. Menimcha qisir soni o'xshaydi. Narxi 66, bunisi 65 ming so'm. Suti bor ekan, ha? Ova, o'sha qisir soni ekan aka. Shunday tuğanlar. Men soydan chiqamiz deymi, buqalarda qisqacha bir ek sut qatatamiz deymichi, ralni bolalardan. Shunday yil muqimi qanatında ekan. Bunchaga satsa bo'ladi ekan deganda. Chamalag'iday qilib turib hozir. Aka buqalarni qancha soda oldu? Ralni bas. 155 ga aldım. Ekonu 155 ga aldınız ha? Aka tuğanlar, Ekonu 155 ming so'mga oldi. Ralni bağımlı aka. Ekonu 155 ming so'mga oldim deydi. Menimcha jaylovdan kelsa yaxshi semiz kelgan buqalar ekan. 155 ming so'm tuğanlar. Endi dag'am yoqdan harakat qilib, sekin so'rab ko'raylik, qaysi qanchaga sotilgan, ne bo'lgan. Aka qancha bo'ldi shu? 60 70 ming so'm bo'ldi. Aka shul buqa 70 ming so'm bo'ldi shul buqa. 70 ming so'm. Oldu tuğanlar şimdi videonun ayaktayız yok. Ayaktan bir çoğurak buqalardan hareket kılıp so'rab ko'raylik aka. Çoğ buqalar. Qanchadan bo'ldi aka shu buqalar? 79 mingdan bo'ldi. Çekiden 79 mingdan mı? Mana haftada.
Kıskası 79 bin sondan alıp da. Şunday bir aka? 79 binden bol tur bu? Şunday dedi bu. Bilmedim. Sonra şu ballar sattı da şu. Ha. Aka çoğun kişine 79'dan satıldı mı? Aka 79'dan bol dedi. Zor oldu da maçı. Şerif alet oldu maç. Sırası подписка oturan oldu da şer geçen görgen adam. Aka çekeden 79 bin son oldu. Assalamu alaikum tuğanlar, videonun ayaktayız. Kanala kattalıp oy pikirin erdik. Jaza gettiler tuğanlar. Hiç boldular, aman boldular. Aka bugün 1 sentyabr tuğanlar bazar kurgan. Mal bazarın tarttık tuğanlar.